Ko'pchilikni qiynayotgan savollardan biriga bugun javob beraman. Kuzating. Ko'pchilik savol beryapti, oxirgi paytda o'zimni tanishimni yoki bir do'stimni uyining bir qismini sotib olayapman. To'g'rirog'i, uyiga tutash bo'lgan yerining bir qismini sotib olayapman, lekin keyinchalik uni hujjat qilishda muammolar paydo bo'layapti deb. Nimaga bunday bo'layapti? Keling ko'rib chiqamiz. Tasavvur qilaylik, mana bu sizni tanishingizni uyi joylashgan yer maydoni. Qurilmasi mana bu yerda bor. Siz sotib olmoqchi bo'lgan qismi uning yarmi. Misol uchun deylik, 3 sotiq joy. Nimaga bunga hujjat qila olmayapsiz? Avvalo siz buni shunchaki og'zaki, notarius orqali oldi-sotdi shartnoma qilmasdan og'zaki kelishuv orqali pul oldi-berdi qilib, shunchaki unga ishonib olyapsiz va oqibatda uni keyin hujjat qila olmayapsiz. Nega? Chunki O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, agar bu yer kimgadir berilgan bo'lsa va u xususiylashtirilmagan bo'lsa, uni bir qismini bo'lib sotish mumkin emas. Xo'p, qanday qilsa to'g'ri bo'ladi? Diqqat qilamiz. Agarda ushbu yer maydonining ikkinchi qismida ham qurilma bo'ladigan bo'lsa, bevosita yer emas, siz mana shu qurilmani sotib olib, uni keyinchalik ikkiga bo'lib olishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu to'g'ri, demak yo'nalish. Ya'ni siz notarial tartibda ushbu qurilmani sotib olasiz, oldi-sotdi rasmiylashtiriladi va mana shu ko'chmas mulkni yer maydonini ikkiga bo'lib olish imkoniyati mavjud bo'ladi. Endi qurilma deganda u shunchaki oddiy qurilma emas. Birinchi navbatda yashash uyi, ikkinchisi hojatxona, uchinchisi oshxona, to'rtinchisi hammom bo'lishi kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha yerda bitta oila yashashi uchun sharoit yaratilgan bo'lishi kerak. Agarda siz mana shu talablar asosida o'zingizni tanishingizmi yoki umuman begona bo'lgan insonning uyini, yerini, bir qismini sotib olishingiz yoki o'zingizga rasmiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Salomat.